Mana o'sha boboni uyiga keldim. Ismlari Ashurboy. Xo'sh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ashurboy yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmi? Rahmat, o'zing yaxshimi? Holat qanaqa bo'lgan bu? Ana sherlar shunaqa keldi. Aha. Mana ahvol, sharoit. Kambag'al odamni bu ishni qilish bu o'zi bir noto'g'ri. Qanday bo'lgan? Ana sherlar shunaqa qilib ko'tardilar bunaqa qilib. Ha. Ana shu ko'rpachadan tagdan shunaqa qilib oldi. Aha. Ana dedi oldi. Ana deb oldi, tamom. Ha? Tergovchi aytibdi bu gapni. Ha. Tergovchi biladi o'zi qayerdaligini, shunaymi? Ugolovnik biladi qayerdaligini, shunaymi? Ha? Ugolovnik qayerdaligini, tochkani biladi o'zi, adresini. Ana shunaqa keldi, shunaqa ko'tardi ko'rpachadan. Aha. Shunaqa oldi. Aha. Xo'sh. Ikkita tarafda bittasi ochiq, bittasi yopiq. Bittasi to'la, bittasi yarim. Ha. Bar. Ha. Mana nega o'tirmaysiz? Ko'rib o'tirmang o'shani oldi. Yo'q. Ha, u siz bilan u qanday bo'ldi? U bacha qayerga kelib o'tiruvdi? U bacha Undan oldin u kirib kelishi. Undan kelib o'tirdi, u yerdan o'tirdi. Shu joyga o'tirdi, Abu Bakr. Ana shu yerga o'tirdi. Ha, shu Abu Bakr shu yerga o'tirdi, xo'sh. Keyin siz bu yerga o'tirgansiz, bu yoqqa Yo'q, o'tirgansiz. mana shu yerga o'tirgandim. Siz ham o'sha yerda siz yoningizga kelib o'tirdi-da. Ha, kelib o'tirdi. Ha, u значит taydan sizga gap berib o'tirib taydan tashaganda, значит. Ko'rmani bergan katta ko'rmani ustovorga ko'rmani. Ha, keyin zaryadga qo'yay dedimi, nima dedi? Zaryadga qo'yay dedi, ana o'zi zaryadga qo'ydi. Zaryadga qo'ydi, ha? Xo'sh. Shundan oldik zaryadga bilan chiqdik, ketdik. Birga chiqib ketdingiz ham. Ha, chiqdik, birgalashib borib qarorga o'tirdik. Ha, u zaryadkada ha, zaryadkasi tamom bo'libdi, ha. Zaryadkasi tamom bo'libdi, zaryadga qo'yay, to'g'ri dedi, bu dedi, xayr. Ketirib zaryadga qo'yish bilan birgalikda 10 minutdan keyin kelib ular kiribdi. Ular ichki ishlardan kim kelyapti? Ismi nima, bilasizmi? Balon rozga kelibdi. Ismi nima ularning? Chavo keldi. Ismini bilmaysizmi? Ismini bilarta Qarabasharlarda qashin bo'ladi, kishi unday deb bahona qilib keldi-yu. Ichki ishlar, ha? Tashakkurishdan tagdan olibdi. O'zi kelib turib, imminni shera kiryapti, ha? Shera kirdi. Eshikdan to'g'ri shera kiryapti. Shera kirdi. Ha, значит, aytilgan ekan, hammasi qonuniy qilganda ular o'zicha o'zi. Просто informatsiyani bu beryapti-yu, значит, shapa bosish kerak deyapti, bosyapti. Ha. Bu korobkalar pachalamas. Yangi korobka bular. Yangi korobka. Sizni qo'l pechatingiz unaqa narsalar yo'q unda. Hech narsam yo'q. O'zlari kelib ochdilar, ko'rpani ko'tardilar, ko'rpachani oldi. O'zi ular qo'li bilan ushladimi, shunday ushlab qo'li bilan? Ushlab olib chiqib ketdi. Ha, значит, bular o'zi tashaganda. Ha, o'zi tashladi. Yaxshi. Bo'ldi, siz protiv emansizmi ijtimoiy tarmoqqa chiqarishimdan? Bemalol davay, Polni rost chiqaray, ha, ijtimoiy tarmoqqa. Siz roziligingiz bilanmi? Ha, ana ko'rib o'tirsan-ku. Bo'ldi, siz roziligingiz bilan o'tkazib bilan, qism o'tkazib, siqib o'tkazib bilan mana podgon qilib qo'ydi. O'shanda siz invalid odam. Ha? Invalid odamga shu ishni qilyapti. Necha yoshdasiz? Manmi? Aha. Men 76 yoshda. 76 yoshda. Hassoda yurasiz. Hassoda yurayman. Hassoyingiz bor. Hassoda yuradigan, ana ichki ishlarning ahvoli nima qilyapti? E'tibor beringlar. Bu qayerning gapi bu? Bo'yni ko'ribdi, spontim ko'ribdi-da. Spontim. Chiqmayapti hech qayerga. Tulkani ichidan chiqargandan shu ko'ribdi, tamom. Qachongacha bu davom etadi? Bu kimdir chora ko'radimi? Tuman ichki ishlariga biron kishi chora ko'radimi yo yo'qmi? Yo dalshi davom etadimi bu narsa? Endi shunaqa yo'lga o'tdimi endi bular? Qanday tushunish kerak? Bu ham hammasi emas. Ba'zi birlari ichki ishlarda ham yaxshilari bor, lekin hammasi ham emas. Ba'zi birlari lavozim uchun endi shunaqa yo'llarga o'tibdi. Yaxshi. Bularga endi qonuniy chora ko'rilsin, xizmat tekshiruv o'tkazib, polni daskanalni, mana ahvoli bu odamga naborot yordam berish kerak, sharoitini taxlab berish kerak. Bu Jondor tuman hokimi qayerga qarayapti? Kambag'allik kamaygan deydi, kambag'allik ana. Sharoit вообще nol. Bunaqa sharoitda kim yashashi mumkin? Bu sharoitni kelib o'rganmaydimi bu tuman hokimi qayerga qarayapti? Bu yoqda ham sveti bormi? Holatini ko'ray. Bor. Yo'q ekan. Tuman hokimi kambag'allarga yordam beringlar deydi. U kambag'allarni ichki ishlarni bosishga o'tganmi? Bu nima? Mana sharoit. Buni qanday tushunish kerak buni? Bu sharoitni qanday tushunaylik biz? Mana teppalar zanglab ketgan, zaxda yashab o'tiribdi odamlar. Mana sharoiti bunaqa holatda. U qayerning gapi bu? Bu yoqlarda ham svet bormi? Bu yoqlarni ham yoqasizmi? Bu tuman hokimi imminna Jondor tuman hokimi buni kelib o'zi shaxsan o'rganmasa, bunaqa xalqning orasida yurmasa, значит,
hammasi og'izda, hammasi nimada bo'libdi? Qog'ozda-yu, Qog'ozda tamom. qog'ozda bo'libdi-yu, lekin sharoitlarni o'rganmayapti bular. Bular kelib faqat fuqarolarni, значит, azob berish bo'libdi. Mana. Shunaqa. Bunaqa sharoitda kim yashashi mumkin? Bu odam yana yaxshilik qilib uyiga odam qo'yganki, как yashasin, o'zini как sobiq ayoli masalan yordam beryapti. Чтобы yashashi uchun nima deydi, fuqarolarga yana yordam beryapti qo'shimcha, lekin bu yordamni ma'qul ko'rganim yo'q. Hokim qani kim bunaqa yordam berganini eshitishimcha-da endi bu ham. Endi bu yoqni yoqasimi? Bu yoqni yoqasimi? Yo'q. Ana bu tarafni. Mana bu sharoit. Jondor tuman hokimi iminni qayerga qarayapti? Kambag'allik qolmagan deb mana bu tarafni yoqing. Bu tarafingizni yoqing. Kambag'allik kamaytirilgan deb bu ichki ishlar kambag'allarni sharoitiga qaramay turib lavozim uchun mana shunaqa ishlar qilib yurgan ekan. Mana holat. Mana zax shunday yashab bo'lmaydigan holat. Mana shunaqa holat. Xo'sh. Holatni o'rganamiz. Mana holat вообще dabdala. Endi kelib tekshirib, xizmat tekshiruv o'tkazib, iloji yetsa bu boboga yordam ko'rsatib, uylarni remont qilishga yordam berib, qanchalik yordam kerak bo'lsa yordamini ko'rsatib, o'zini oqlashini kutamiz. Holatni o'rganib chiqamiz ana. Bo'lmasa dalishi ijtimoiy tarmoqqa chiqaraveramiz Jondor tumanini. Bu to'g'ridan to'g'ri Sharmanda kanaliga yuboriladi. Agar hozir bunga qonuniy chora ko'rilmasa, bu odamga yordam ko'rsatilmasa, polni hammasi откровенно ochiladi. Mana Jondor tumani hokimini prosta og'izda gapirishi, lekin amalda hech nima yo'q. Ana biza mana shunaqa holatlarni chiqaradigan balladan bittasi. Hammaga rahmat. Bitta obuna bo'linglar. Rahmat. Obuna bo'lishda to'xtamanglar. Ijtimoiy tarmoqqa biz chiqaraveramiz. Sharoiti qanaqa holat bo'lgan holatlarni ham chiqaraveramiz. Endi iloji yo'q. Iloji yetsa bu ichki ishlar qilgan ishi uchun ham, qilmishi uchun ham jazosini olish kerak. Prokuratura qani nima qiladi? Buni orqasini yopadimi yo bularga qonuniy chora ko'rib jazo ko'radimi? Ko'ramiz ahvolni. Rahmat hammasi uchun.